Charchamas. Nima telefon edi? 13 Pro Max. Nanchi telefon qo'yasiz? Ko'tarish kerak edi. Bir marta qilganda. Olib ko'tarolmani. Nechi kodi? 88-85. Nech pul olyapsiz buni? 700. Nech pul? 700. Yo, telefonni narxini ayting. 700? 700 ga sotaman. 700? Ha. Sal kelishtirib berasizmi yo telefon bilan sovoraveringmi har bitta gapirganingizga? Ha. 700. Yo, normalniy narx qilib bering, 400 bo'ladimi? Qanaqa 400? Shu ustini kulib tashlayapsiz-ku. Ha, bitta joyda tura olmas ekansiz, normalniy turib gaplashsangiz yaxshi bo'lardi. 700. Ya 700 ga ko'tarmaydi. Men qarang, постоянный klientingizmi? Ha. Hali yana telefonlar kelaveradi. Bo'ldi, tushundim sizni. 450 bo'ladimi? Yo'q, boshqasiga. Hozir mana shunaqa turaversangiz telefon bilan urishtirib qo'yaman sizni. Yo'q, bo'lmaydi. Necha pul qilib berasiz? Oxiri 650. Sizniki emas, meniki emas. Ya 650 ko'tarmaydi-da, yaxshi qiz. Realniroq narx qilib bersangiz, bo'ldi, ketdi, baraka qilamiz. Yo'q. Ha. 650. 650 bo'lmaydi-da. 400 ham bo'lmaydi-da endi. 500 bo'ladimi? Men maydalashmayman sizga o'xshab. Yo'q. Ha. Yo'q. Soat 11:30 da oldingizga chaqirib olyapsiz-da. Kunduz kuni chaqirsangiz ham bo'lardi. Telefon qildim, ertalab ko'tarib aytasiz. Bo'ldi, hop, necha pul? 550 bo'ladimi? Yo'q. Voy. Sizning mazingiz bo'lmayapti. Yo'q. Bo'lmaydi. Va, ustidan kulyapsiz. Necha pul qilib berasiz endi? Ha, kulyapman. 600 bo'ladimi? 630. Yo, 600 bo'lsa olaman. 630. 600 ga bering. 630. 600 ga bering. Chivi qo'shib beraman 5000. Kofe ichasiz. Yetmaydi kofega. Ya, yetadi, yetkazadi. Rozimisiz? Muhimi siz rozi bo'ling. Bo'ldi. Siz rozi qilib yubora oldimmi men? Ha, voy, 5 oy. Xudo xohlasa kimga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimiz borib olib ketamiz, bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hop, tekshirib olaman. Xohlasangiz mashinaga chiqib olamiz. Yo'q. Ha. Shu yerda turaman. Yuring, mashinaga chiqib olamiz, tekshirib. Yo'q. Mashina bor, issiqroq. Yuring ketdi. Mashinaga chiqib tekshirib olaman. Bir tarafga ishlar. Mayli, o'tirib tekshirib olavering. Ha, tekshirib oling. Bo'ldi.